Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun yana Gullar opaning xonadonidamiz. Gullar opani ahvol so'rab keldik. Gullar opada qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Meni rosa xursand qildi, hatto yig'lab ham oldim. Hozir o'zidan eshitamiz Gullar opa. Gullar opa, so'z sizga. Rahmet. Mene ko'zim yaxshi. Avvalo hech narsani sezmaydi edi. Hozir qaralarni sezyaptir. Rangini ajratib amallab. Mene 20 kundan beri suykayotirman. Rahmet Xudoyim shifosini bersin. Alloh taolom sana kuch-quvvat bergay Xudoyim, Alloh taolom. Xudoyim mana kasallar yaxshi bo'lib ketavergay. Umumanlikda hozir nima dedingiz? Umumanlikda ko'rmaydi edi avvalo borib. Hozir umumanlikka to'g'ri boraman. Qarab olib turadi oldimda. Hozir sezyapman. 2 metr, 3 metr zotni sezyapman aradaqda. O'zi Gullar opa necha yildan beri ko'zingiz ko'rmaydi? 58 yildan beri ko'zim ko'rmaydi. Ana azizlar. Siz qanaqa o'ylaysiz? Ko'pchilikning duosi, albatta bu onaxonlarga kerak, duolaringizni qilinglar. Kimdadir ko'zda muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Xudo xolasa, Gullar opa hali bittasini surib bo'lmadingiz, a? Endi Xudo xolasa yana bir marta Xudo xolasa yana bunaqay. Buna deri foydasi deyayotir. Kuniga 5-6 marta suykiyman. Açıqda da öyle. Yaşat adamı? Sel